رسول الله حبيب الله نبي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum hürmetli brotherlar. Biz bugün başlamoqchi bo'lgan, o'qimoqchi bo'lgan darsimiz bütün insoniyatga rahmat qilib avatilgan payg'ambarimiz Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayot tarixi haqida to'xtalamiz. Biz darsni boshlashdan burun oldi bilan sizlar bizni butun koinotni yaratgan Rabbimiz Allah subhanahu va taologa hamd aytish, payg'ambarimiz Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga, şu Muhammed Aleyhisselam'ın ailesiga, Muhammed Aleyhisselam'ın barliq sahabalariga Allah'ın rahmetine, Allah'ın salamını yollaş bilan biz dersimizni boshlaymiz. Biz darsni boshlashdan burun biz o'qimoqchi bo'lgan bu darsning ahamiyati, muhimligi haqida qisqagina to'xtalib o'tishga to'g'ri keladi. Biz nima uchun bu Janob Rasulullohning hayot tarixini o'qiymiz? Buningdagi maqsad nima? Bu Rasulullahning siratini, hayot tarixini o'qish bizning hayotimizda qanchalik ahamiyatga ega? Biz buni bilan tanishib chiqishimiz kerak. Dunyodagi har qaysi millatlar o'z tarixini o'qiydi ham o'rganadi. Shuning shunchalik ko'ngil biladi, ahamiyat beradi. Onundan o'zining hayotiga ibratlarni, o'zining hayotiga o'rnak namunalarni oladi. Masalan, har qaysi millatlar o'zining shu yashayotgan davlatninki rahbarlari, qo'mondonlari, siyosiy yo'llarininki botir qahramonlarining tarixini o'qiydi. Uni o'rganadi. O'z farzandlariga, o'z avlodlariga o'rgatadi. Nima uchun? Onundan o'zining hayotiga bir o'rnak namunalarni elib, unuga erishmak uchun. Ondaqda bütün insoniyatga rahmat qilib avatilgan Allohning payg'ambari Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarixini o'qish, uni o'rganish bu musulmonlarga nisbatan intayin ahamiyatli ham muhim. Chunki Janob Rasulullohning hayot tarixi bu insoniyat uchun tugumas bir xazina va tugumas bir buloq. Undan har bir inson o'zining izdiganini topalaydi. Izdiganini topalaydi. Masalan, davlat arboblari davlatni qanday idora qilish, davlatni qanday boshqarish, bu jihatlarda Janob Rasulullohning hayot tarixidan davlatni qanday boshqarish, qanday idora qilish, xalqning o'ziga qanday xotirjamlikni etkilish haqidagi ta'limotlarni, o'rnaklarni o'rganadi va uni oladi. Harbiy qo'mondonlar o'zininki askarlarini qanday rad selish, qanday tartib selish, ularning o'zini qanday o'rinlashtirish haqidagi ta'limotlarni bu Janob Rasulullohning hayot tarixidan o'lga qilib, namuna qilib oladi. Allohning diniga o'zining da'vat tashviqoti orqali xizmat qilishni maqsad qilgan har bir da'vatchi o'zining da'vatini qaysi shaklda yetib berish, qanday yetib berish, qaysi bosqichda yetib berish, qanday usul bilan yetib berish, bu jihatga ta'limotlarni, bu jihatga yo'l yo'riqlarni bu Rasulullohning hayot tarixidan olinadi. Janob Rasulullohning 23 yillik hayot tarixida bu islomiy da'vatni qanday etib bo'lgan,
qaysi yo'sinda yap bağan. Qanda vaqtning o'zida maxfiy aytib bağan, qanda vaqtning o'zida oshkor aytib bağan. Qanda o'ringa kelganda qaysi nuqtada so'zlagan, qaysi o'ringa kelganda qanda nuqtalarda so'zlagan. Bu nuqtalarni da'vatchi Janob Rasulullohning hayot tarixidan o'rganaydi. Avlodlarni, farzandlarni tarbiyalash xizmati bilan shug'ullanayotgan ustozlar, tarbiyachi, o'qituvchilar Janob Rasulullohning 23 yillik hayot tarixidan avlodlarni, farzandlarni qanday tarbiyalash, ulardagi aqida e'tiqodni, iymonni qanday yetildirish, qanday kuchaytirish, qanday taraqqiy qildirish, ulardagi ilmiy ongni, ilmiy iqtidorni, ulardagi go'zal bo'lgan axloqiy taraflarni qanday yetildirish, qanday singdirish, bu taraflarni Janob Rasulullohning hayot tarixidan o'rganaylik. Biz mushu nuqtadan, mushu sabablardan Janob Rasulullohning hayot tarixini o'rganishga muvaffaq. Hem biz musulmonlar Janob Rasulullohni hayotimizga o'rnak qilish, ulgu qilishga Alloh tarafdan buyurilganmiz. Bu haqda Janobi Alloh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha val yawmal akhir va zakaralloha kaseera. Allah'ın elçisida sizlarga bir o'rnak namuna bo'ldi. Allah'ni ahiret gününe ümit qiladigan, Allah'ni ko'p yod etadigan ishlar uchun. Mana bu biz musulmonlar İslam ummati bu Allah'ni ahiret gününe ümit qiladigan, Allah'ni ko'p yod etadigan ishlarimiz. Boshqa xalqlar, boshqa millatlarga nisbatan payg'ambarimizning tarixini o'rganishga sizlar intayin aqlab, loyiq ishlarimiz. Biz payg'ambarimizning tarixini o'rganmasak, Rasulullahning hayot tarixini bilmasak, biz qandoqmi Janob Rasulullohni hayotimizda o'rnak ulgu qilib ma'laymiz? Janob Rasulullohni ulgu namuna qilish uchun biz oldi bilan Janob Rasulullohning hayot tarixini o'rganishga to'g'ri keladi, uni bilishga to'g'ri keladi. Shuning uchun biz Janob Rasulullohning hayot tarixini o'rganamiz. Hem bizning bu Janob Rasulullohning hayot tarixini o'rganish bizga iymoniy jihatdan bir kuch-quvvat ato qiladi. Bizning iymonimizni kuchaytiradi. Bizning islomga bo'lgan, payg'ambarga bo'lgan muhabbatimizni oshiradi. Mana bu Janob Rasulullohni yaxshi ko'rish, muhabbatimizni Janob Rasulullohga berish, mana bu biz aqida qilib kelayotgan, din tashabbus qilgan, din buyurgan eng muhim taraflarning birisi. Janob Rasululloh mushaqda la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi va waladihi va nasi ajma'in dedi. Sizlarning biringlar men shu biringlarga ota-onasidan, bolalaridan, barliq insonlardan eng suyumli, eng muhabbatliroq bo'lmoqchilik o kishi mu'min bo'lolmaydi dedi. Faqat bizning komil mu'min bo'lishimizning birdan bir sharti bu hamma narsadan payg'ambarning muhabbatini yuqori o'ringa qo'yish. Payg'ambarga bo'lgan sevgimiz, muhabbatimiz shu qadar kuchli bo'lishki, o ota-onamiz, bolalarimiz, qolgan insonlar, qolgan dunyodagi iqtisod, mulklar, boshqa narsalarning hammasining muhabbatini tush kerak. Mana mushu nuqtadan biz Janob Rasulullohning hayot tarixini o'rganamiz. Xo'sh, bizningki mushu Janob Rasulullohning hayot tarixini o'rganish shunchalik muhim, shunchalik ahamiyatli. Mana bu Janob Rasulullohning hayot tarixini o'rganish va buning shunchalik ahamiyatli muhimligini
Bu selef salihlerimiz, sahabalar, tabiinlar, onundan keyinki nurg'unlagan ahli ilm o'limalarimiz shunchalik ahamiyat bergan, shunchalik ko'ngil bo'lib kelgan. Mana shu ahamiyat berishi, ko'ngil bo'lishlarining qatoridan Ali ibn Husayn radhiyallohu anhu mundaq degan. Kunna nuallimu magazin Rasul magazin Nabiy sallallohu alayhi vasallam kama nuallimu suratan minal Qur'an degan. Biz Cenab-ı Resulullah'ın jang tarixini o'rgatdik ham o'rgandik. Qur'onning suralarini qanday o'rgangan bo'lsak degan edi. Demak, Qur'onga qanday ahamiyat bergan bo'lsa, Qur'oni Karimning surasini, oyatlarini qanday yod etishga ahamiyat bergan bo'lsa, Cenab-ı Resulullah'ın hayat tarixini o'rganish ve onun ko'ngil bo'lish, unga shu darajada ahamiyat berib kelgan edi. Biz bu darajada ahamiyat berib olamiz. Bizning Cenab-ı Resulullah'ın hayat tarixini o'rganishimiz, bizning ulug' muqaddas Qur'oni Karimningki nurg'unlagan oyatlarni tushunishimizga yordam beradi. Masalan, Badr urushi, Uhud urushi, uningdan boshqa nurg'unlagan oyatlar bor hukmlari. Shu Cenab-ı Resulullah'ın siratiga, hayot tarixiga bog'liq. Biz şu Cenab-ı Resulullah'ın siratini, hayot tarixini bilmaganda, şu Qur'oni Karimning nurg'unlagan oyatlarining ma'no mazmunlarini to'g'ri tushunolmaymiz, to'g'ri o'rganolmaymiz. Mesela nurg'unlagan oyatlarningki shu sabablari, shu Cenab-ı Resulullah'ın hayot holatlarida yuz bergan bir qism voqeliklarga, bir qism hodislarga chetishlik bo'lgan nurg'unlagan oyatlar bor. Biz şu oyatlarni shu hodislarga, shu voqeliklarga chetib bog'lamay turib, biz to'g'ri tushunolmaymiz, to'g'ri anqirolmaymiz. Mana bizning Allohning kitobi bo'lgan ulug' muqaddas Qur'oni Karimni tushunishimiz uchunmi biz Rasulullah'ning hayot tarixini o'rganishimiz intayin muhim. Biz şu vəcidən muşu Cenab-ı Resulullah'ın hayat tarixini öyrəniş, hem muşu siratının özünü dərs qilishni bizninki asoslıq muşu ma'arif ta'lim tarbiya xizmatimizningki darslik programmasiga kirgizdik. Biz muşu nuqtadan hozir Cenab-ı Resulullah'ın hayat tarixi haqidagi sirat nomli kitobni biz başlaş aldık turibmiz. Hem bu Cenab-ı Resulullah'ın sirati haqida yozilgan kitoblar, asarlar, tadqiqotlar intayin ko'p. Bu nimadan derak ko'rdi? Mana ilgirki ajdodlarimizningki, ahli ilm o'limalarimizningki Cenab-ı Resulullah'ın siratiga, Cenab-ı Resulullah'ın hayot tarixiga ko'ngil bo'lganligi, uni ahamiyatli deb qaraganligi uchun shu darajada kitoblar, asarlar yozgan ham yozilgan. Mana shu yozilgan kitoblarning ichida biz o'qimoqchi bo'lgan Hindistonlik buyuk olim Sabiyur Rahman Muborakpurninki Rahiqul Maktum nomli kitobini biz darslikka tanladik. Biz Allah xolasa mush kitobni dars qilib o'qiymiz, biz boshlash oldida turibmiz. Yani shunchalik kitoblarning, shunchalik ko'p kitoblarning orasidan bu kitoblarning o'zini tanlashga asosiy sabab bu kitob ixcham yozilgan. Bu ham mukammal yozilgan. Hem oningki tarixiy voqeliklar, şu voqeliklar yuz bergan o'rinlar nihoyatda atrofli yoritilganligi uchun biz bu kitobni tanladik. Hem bu kitobni 171 parcha bo'lgan tadqiqot orasidan 171 parcha kitob orasidan birinchi darajalik mukofotga erishgan kitob.
Endi biz Resulullah'ın tarixini o'qishning hayotimizga ne kadar ahamiyatli, ne kadar muhim ekanligini bilgandan keyin biz endi kitobimizni boshlaymiz. Alohida diqqat qilamiz. Buni ko'ngil qo'yib, ahamiyat berishinglarni umid qilaman. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun nashr. ستظل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الرصيد التاريخي الأول الذي تستمد منه الأجيال المتلاحقة من ورثة النبوة وحملة مشايل العقيدة ذات مسيرها وعناصر بقائها وأصول امتدادها. نايت شفقتlik ve mehriban Allah'ın namından başlayman. Nəşriyyatның bu kitapqa yazgan əğişlimiz. Cenab-ı Resulullah'ın sireti, Peygamberinin varisleri, aqide meş'allerini götürüp, mağuçuldan ibaret kiyinki evlatlar, özünün hareket uzuqını, özünün ələt davam, mevcut bupturuş amillerini, özünün kengiyiş yıldızlarını kabul kılıp alıdığın bir tarihi bir baylıqtır. Baylık bulup davamlaşmaktır. ومن درس تاريخه صلى الله عليه وسلم وأعطاه حقه من النظر والفكر والتحقيق رأى نسقا من التاريخ العجيب. Her qanday adam Cenab-ı Resulullah'ın tarixini ders qilib o'qisa ve o Cenab-ı Resulullah'ın tarixiga şu tarixning qarash, fikr qilish, taqiqlash haqqini bersa, ajoyib tarixiy bo'lgan bir tartibni ko'rdi. استعلى به الرسول صلى الله عليه وسلم والفئات المؤمنة معه على عناصر المادة وعوامل الجذب الأرضية وارتقوا بالإنسانية إلى درجات لم تشهدها على امتداد عصورها وأزمانها. من bu tarix orqali Peygamber aleyhissalatu vesselam Resulullah bilan birga bo'lgan mu'min jamoatlar madde amilleri üstüdün ve zımının cezbedar amilleri üstün bulup geldi. İnsaniyet esirle samalladın biri körep bakmagan, hazır bulup bakmagan mertebelerge, derecelerge kötüdü. Ve men yuammikun nazra fi siratihi sallallahu aleyhi ve sellem muhavilen en يتتبع السر الذي وقع في التاريخ القفر المجديد فأخصب به وأنبتت الدنيا أزهاره الإنسانية الجميلة فأنشأ صلى الله عليه وسلم رجالا. Mani Cenab-ı Resulullah'ın siretine çoğunkur nazar taşlagan kişi qağcırap ketken qorqaq bir saylıqның tarixiga tushgan bir sirni, u sir orqali bu qavjirab ketgan sayliq munbat bo'lgan ko'kaygan. Mana bu shu u orqali ko'kaygan, qavjirab ketgan qaqas bir sayliq zaminning tarixiga tushgan bir sirni tekshirishga uringan holatda Resulullah'ın siratiga cho'nqur nazar tashlagan kishi hem dünya özünün güzel insani çiçeklerini öndürgen. Onun için Cenab-ı Resulullah siz onları eğip koymakçı olsunuz, malaike emezken dep eğip koyanmaydıgan derecede burmunca erkek kişilerini peyda kılgan. Muşu sırrını tekşürüşünü maksat kılgan nalat Resulullah'ın siratiga çoğunkur nazar taşlagan kişi mana bu sırrının yüzüge mana mishati ening qo'ynida islomni kecha qadam bosib kirgan barliq o'rinlarga olib kirgan bir muncha erkaklar tarbiyalangan bir sahroyi dunyo bor da'vatqanligini his qiladi, topalaydi. ولو تأملت في أفعاله صلى الله عليه وسلم وجدتها تقول لك إني أصنع أمة لها تاريخ الأرض من بعد. Eğer siz Cenab-ı Resulullah'ın fikir iş faaliyetleri hakkında oylansınız
Mana Cenab-ı Resulullah'ın elip bağın faaliyatları sizge. Men bundan ziminin tarihi, onunla xas bo'lgan bir ummatni yasab chiqima da'vatqanligini topdingiz. ولم يكن مثله صلى الله عليه وسلم في الصبر على البلاء والثبات على الحق واستقرار النفس واطمئنانها على سلاسل الدنيا ولا في الرحمة ورقة القلب والسمو فوق معاني البقاء الأرضية فهو قد خلق كذلك ليغلب الحوادث ويتسلط على المادة. Hem qiyinchiliklarga, musibatlarga sabr qilish jihatda, haq ustida mazmut turish, dunyoning tavirnishlariga ko'ngilni muqim tuta oladigan, ko'ngilni to'xtatish jihatlarda na zamonda mangu qolib qolish ma'no mazmunlarining ustida mushu qalbning yumshoqligi, ustunlik, mehr shafqat jihatda Rasulullohga o'xshash ikkinchi bir shaxs bo'lmoqmadi. Va bizlarga kana sallallohu alayhi va sallam manba tarixin bil insoniyati kullaha daiman va lid dunya ra'sa nizami afkariha sahiha. Mushu sababdan Janob Rasululloh mushu insoniyat ichidagi tarixning doimlik manbasi bo'lib keldi. Dunyoga nisbatan dunyoning to'g'ri fikr nizomining beshi bo'lib keldi. Walaqad taballohu subhanahu va taala ala qalbi rasul sallallohu alayhi va sallam faba'ada baynahu va bayna sighil hawa va sarafit tabi'a. Allah subhanahu va taala Cenab-ı Resulullah'ın kalbiga tam quruvatdi. Hem bu Cenab-ı Resulullah bilan havaya hevesning haqdan tayildirib o'tishi, insoniy tabiatning chekidan eshib, Resulullah'ni haqdan tayildirib o'tish o'tirisini Allah jiroqlashtirdi. Ve lisalika yajibu ala man yaqra'u siratahu sallallahu alayhi ve sellem ويتعرف على شمائله وحديثه أن يبحث دائما على طابع الله في كل شيء فيها. Aşu cihetten Cenab-ı Resulullah'ın siretini okugan, hem Cenab-ı Resulullah'ın isil hisletleri, Cenab-ı Resulullah'ın sözleri bilen tanışmakçı bolgan her qanday kişiye daim Cenab-ı Resulullah'ın hayat tarixideki hamma narsada Allah'ın bir muhrisi tamgısının bağlığı hakkında izlenişi vaciptir. Mana şu haqda izlengen vaqtning o'zida Cenab-ı Resulullah'ın siretini okugan bu kişiye Cenab-ı Resulullah'ın hayat faaliyetinin tefsirisinden şu aşkar olup çıkıdı dünya özünün en yukarı ahlaki gayesini fakat Cenab-ı Resulullah'ın hayat tarihi içidilen kim işe aşırılığı aşkar oludu namayan bunu. Hem yine bu Cenab-ı Resulullah'ın insaniyetini algı siljitiş, insaniyetini yükseldiriş cihatte bir hareket bolğanlığı hem insan ikenligi namayan bunu. Hem yine o Cenab-ı Resulullah'ın mucizelerinin katarından Cenab-ı Resulullah öz tarihiga, insaniyet öz tarihida aciz kelgen narsalarni qo'shib qo'yganligi oshkor bo'ladi. Qo'shganligi oshkor bo'ladi. Cenab-ı Resulullah'ın her bir ishlari ilahi qo'yishda qo'yilganligi oshkor bo'ladi. Xuddi o Cenab-ı Resulullah'ın her bir faaliyetleri, xuddi hayat maddeleri için asmanga quyoshni esib qo'ygandek, hayat ma'no mazmunlari uchun tarixga Allah esib qo'ygan, Allah shakllantirgan bir sifat kerak. Cenab-ı Resulullah'ın barliq hayat faaliyetleri bu ilahi qo'yishda qo'yilgandir.
Mana bu haqda ben demesemmi, emmanlığı ma'lum. Cenab-ı Allah Kur'an'da ma yantiqu anil hava in huwa illa vahyu yuha dedi. Muhammed Aleyhisselam özünün xiyal xahişi bilen sözlemeydi. Fakat Allah tarafından vahiy kılıngan vahiyini sözleydi dedi. Muş ayetinin mezmunu boyunca Cenab-ı Resulullah'ın barlık işlere hayat maddeleri için asman kuyaşını esip koygandek hayat mezmunları için tarixqa Allah esip koygan, Allah şekillendirgen sifatdek ilahi koyuşta koyulgan o. Eğer siz Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ki muş dinni kişilerge düşündürüş, kişilerge bayan kılış taraflarını oylansınız. Mana bu Cenab-ı Resulullah'ın hakkını bayan kılış düşündürüşleri sizni şununla okşaş bir halet yötkep çıkıdı. O haletin özünü siz kalipke rahat bağışlaydıgan bir bağcımıkin dep oylap kalıdıgan. Kalbinin köngül hiyallarını titirdigan bir hiyali bir menzir kelligini his kılıdıgan, oylap kalıdıgan. Ya ki kanga hayatlıkını ziyade kılıdıgan bir hissiyatı bir tuyguda oylanıp kalıdıgan bir halet yötkep çıkanlığını his kılısız, uçurdsuz. Cimcitlik, ruh, his kılış, lezzet asasıdır. Hem onundan ziyade dahi o Cenab-ı Resulullah'ın bayanları insani taraftan öz köngünüzde nayeti yaramlık bulur. Andayken Allah bu Cenab-ı Resulullah'ın bu dinini bayan kılış düşündürüşlerden nur verilgen kişilerge rızk kılıp verildi. Siz xuddi sözlügüçünü sözlügen sözünün akısında kögendeki tek şunçilik bir tetim bayan içinde olursunuz. Cenab-ı Resulullah'ın her bir kılgan sözleri de karaş yani şunundak bulur. Çünkü Cenab-ı Resulullah'ın kelamı siz fikrini kançıki bəsiniz sizge ma'na mezmununu şunçilik verir. Mana bu Cenab-ı Resulullah'ın sözlerinin tefsiri intihane yakın. Xuddi özünün insani cismideki ruh okşaş yakındır. Lakin bu kalam özünün ilahi sırtaki ruh okşaş jiraktır. Çünkü o Cenab-ı Resulullah'ın mübarek sözleri siz bilen birge oldu, siz onun kançılık bolsunuz. Siz o Cenab-ı Resulullah'ın sözleri bilen kançılık yakın jirak bolgan bolsunuz, o Resulullah'ın sözü siz bilen şunçılık yakın jirak bolur. İn vakafta ala haddin vakafa ve in medatte medden ve ma eddeyte bihi taabta وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ كُلِّ مَا تَرَاهُ لِكُلِّ بُلَغَاءِ الدُّنْيَا مِنْ صَنَاعَةِ عَبَسِ الْقَوْلِ وَالرَّغْبَةِ فِي تَكْسِيرِ سَوَادِ الْمَعَانِ وَتَرْكِ اللِّسَانِ يَطِيشُ طِيشَةَ اللُّغَوِيِّ يَتَعَلَّقُ بِكُلِّ مَا عُرِزَ لَهُ. Eğer siz ma'lum bir çekti to'xtusunuz, mana bu Cenab-ı Resulullah'ın sözü mü? Şu cayda to'xtadi. Eğer siz Cenab-ı Resulullah'ın sözüge kançı içkerilep kengayip gelirsiniz, bu Resulullah'ın sözü sizge ma'na mezmununu beriş cihatte şunçilik kengayip. Eğer siz Cenab-ı Resulullah'ın sözünün hakkını kançıga ada kılsınız, bu Cenab-ı Resulullah'ın mübarek sözlerimi sizge ma'na mezmun beriş cihatteki hakkını şunça ada kıldı. Siz bu Cenab-ı Resulullah'ın mübarek sözleri de dünyadaki dağınlık tıl şunasladın siz körevatkan muşu dünyadaki dağınlık tıl şunasladı buluduğun muşu bihudu sözlerini yasap çıkış ma'na mezmununu karaytıp köpeytiş cihattaki kızgınlıklar
hem eningi to'g'ri qilingan narsaning hammasiga aloqador bo'lgan mushu qalaymaqon mushu tilning o'zini qo'yib etishlikdek bunda narsalar o Rasulullohning so'zida yo'q. Faqat o Janob Rasulullohning so'zi ma'no mazmunlarni o'z haqiqatiga aylantirish uchun deyilgan so'zligidek so'z bu. Chunki o Janob Rasulullohning so'zi ening aqsida fikri va bo'lgan bir tildan chiqqan so'z. U so'zning aqsida qalb bor. U so'zning aqsida iymon bor. U so'zning aqsida Alloh azza va jalla bor bo'lgan bir tildan chiqqan so'z. O Janob Rasulullohning muborak so'zlari o'zining umumiy qismida Janob Rasululloh o'zining buyuk vujudidan maydonga chiqargan bir dunyodagi so'z. Bu so'z davomli o'zininki haqqoniy to'g'ri yo'lida izchil davomlashib mavdi to'g'ri bo'lgan bir tabiatlik din ustida. Mana bu Rasulullohning so'zi biz-bisiga qarshi keladigan ziddiyatlik bunda xilofning o'ziga kengaymaydi. Uni sig'dirmaydi. Va la yaqa'u biha tanafur. Mana bu Janob Rasulullohning muborak so'zida söz bilan söz qo'llashmayotgan, jumla bilan jumla so'z qo'llashmayotgan, mandaq birisi-birisiga qo'llashmaslik, mandaq tilga kelmaydigan, mandaq ahvol tushmaydi bunda ahvol. Min huna tubrazul ahmiyatul quswa fi an takuna سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله عاملة في النفس المؤمنة عمل القلب من الجسد ورقيبة عليها رقابة الضمير على العقل حتى يكون الارتقاء والسمو والعلو والارتفاع بالأجسام فوق جوازب المادة وقيود الأرض. من مش نقطدن mana bu Janob Rasulullohning hayot tarixidagi zo'r ahamiyatning o'zi, Janob Rasulullohning sirati, Janob Rasulullohning so'zlari mu'minning vujudida qalbning jasaddan tutib qilgan xizmatidek amal qilguvchi bo'lishda, ham dilning aqlga go'zalchilik qilganidek mu'minning vujudiga go'zalchi bo'lishda gayet bir ehmiyet aşkar olur. Hatta ki buludur, muşu yukur örleş, üstünlük, yukurluk, cisim bilen götürülüş, maddenin yüzüge tartıdığan, celip kıldığan nesillere, zeminin bağlaklarının üstüdü bulur. وَلَنْ تَسْتَطِيعَ النَّفْسُ أَنْ تُحَقِّقَ هَذِهِ الْمُقَوِّمَاتِ وَبِهَا بَقَايَا مِنْ رَوَاسِبِ الْمَادَّةِ أَوْ جَوَازِبِ الْأَرْضِ. Hiç qandaq bir nefsinin özü, eninde maddenin çökmelerinin qaldığı ba, yoki zeminin cezbedar, tartiş tarafları ba olgan manda nefsi, o şunda terkip kurulmalarını, aş asaslarını işe aşırışqa herkes qadir bulamaydı. Hiç qandaq bir nefsinin özünü nəhayət erkin halətdə bir pərvaz qilishqa qadir bulamaydı. Özünün bu uzun tarixi bo'lgan bir qimmatli boyligi arasıdan özünün mevcut bo'lib turish g'oyasini bilgan vaqtida bu nafsining o'zi erkin bir parvoz qila oladi. Mana bu uzun tarihi bo'lgan va qimmatli zapas boylik shunda bir boylikki ummatlardan biri ummat g'alaba qilib boqmagan, islom ummati g'alaba qilganga o'xshash g'alaba qilib boqmagan uzun tarihi bo'lgan bir zapas boylik.
İnnallaha ibta'atana linukhrica men şa'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad ve min cevril edyan ila adlil islam ve min zayqid dunya ila sihatid dunya vel ahire. Çokum Allah bizni xalığan kişilerini bendilerine ibadet kılıştın. Bendilerinin Rabbi olan Allah subhanahu ve ta'ala ibadet kılışık çıkarışımız. Barlık dillarının zulmeden İslam adaletine çıkarışımız. Dünyanın tarlığından dünya ahiretinin kengirlikine çıkarışımız için Allah evetken kişiler biz. Mana bu ibaretle imanını tökep durduğun, nurunu taqtib turadigan iboratlardir. Mana bu iboratlar tunji o'qituvchi, tunji qo'mondon payg'ambar alayhissalatu vassalomning qo'li bilan tarbiyalangan nafsidan chiqqan iboratlar. Bu nafsi o'zining mavjud bo'lib turish, ya'ni yashashdagi g'oyani bilgan. Shu g'oyani ishga oshirish uchun bir umr tirishchanlik ko'rsatib harakat qilgan nafs. Uzun yollarda o'zining mengish harakatida uzun yollarda to'g'an mushu jangchilarga sherik bo'lish, mush jangchilarning harakatiga qatnashishni iroda qilgan har bir kishi ana shuningdek bo'lish kerak. Tarixdan buyon musulmonlar hayotida bo'libmi hozirgi musulmonlarning hayotida Rasulullohning sirati egallagan ahamiyatga nisbatan sirat haqidagi qarashlari va siratni o'ttirg'i qo'yish, qabul qilish jihatdagi programmalari o'xshash bo'lmagan ko'plagan kitoblar tuzildi. Mana mush sohada o'zining umumligi, o'zining mukammalligi, o'zining inchki prinsipallik yo'llari bilan Rasulullohning 23 yillik yoki Rasulullohning hayot musofirlarini o'ng'aylik ichida qabul qilib olishga o'qirmanga yordam beradigan yo'l bilan o'zining inchki prinsipallik, mukammallik, umumlik bilan o'zgacha bo'lgan bir qism kitoblar bor. Mana bu kitoblar Rasulullohning siratini o'qigan kishiga mush siratning o'zini kam qo'yib qo'ymasdan, buzib qo'ymasdan ommaboplashtirgan, mukammal, umumiy bir tushunishga yordam berdi. Va kana hazal kitob ar-rahiq al-maktub lil ustaz Safiyur Rahman al-Mubarakpur min al-Jamiat as-Salafiyyah bil Hind min al-kutub al-mutafarrida fi as-sard at-tarikhi wallazi imtaza bi manhajihi al-wadih wa shumuliyatihi al-jami'a في عرض سيرة الأطرة أرزا عميقا يسيرا خاليا من الشوائب أو الأباطيل التي ألحقت ببعض كتب السيرة. Hindistan'daki Salafiye Üniversitesi'ndeki Ustaz Safiyur Rahman al-Mubarakpur'ning Rahiqul Maktum nomli bu kitob mushu tarixiy surilib kelish jihatda o'zgacha bo'lgan kitoblarning jumlasidan bo'ldi. Mana bu kitobning o'zining ro'shan prinsip yo'llari bilan mushu Rasulullohning siratini bir qism sirat kitoblariga qo'shilib qolgan afsonaviy, botil, aralashmalardan xoli holda nayt oson, cho'nqur bir o'ttirg'i qo'yishda o'zining umumiyligi, ro'shan prinsip yo'llari bilan o'zgacha alohida bo'lgan kitob. Ham bu kitobning o'zi musirat haqida tadqiqot etib qolgan, sirat o'qigan har bir shaxs uchun musirat haqida izlaganlarini tepishga yordamchi bo'lishda yana o'zgacha alohidalikka ega. Mana qo'lingizdagi bu kitob Islom dunyo ittifoqi tashkillagan Janob Rasulullohning sirati haqida uyushtirgan bir musobaqada birinchi darajalik mukofotga erishdi. Biz yana shuni deb o'tishni yaxshi ko'ramiz.
muş okur benge sonuç eni taqtiş bilen turvatkan muşu tüztülgen basması mana bu basma olsa bu peshqadam Ustoz Safiyur Rahmanul Muborak Purninki yangi qo'shimchalarni bir qism tuzishlarni o'z ichiga olgan bu basma o birdan bir qonunliq basmasidir. Bunga muallif ishorat qilib o'tdi. Hem bu basmaning o'zini ilgirgi basmasi bilan selishtirib ko'rgan vaqtida nihoyat aniq aydınlaşadi. Biz bu vaqtida mush tuzilgan mush ayninga qo'shimchalar qo'shilgan mush basmasini sunyapmiz. Biz mush kitoblarni sunishga muvaffaq qilish bilan Allah bizga ihson qilgan ne'matlarga Allohga shukr tashakkur bildiramiz. Allohga hamd aytamiz. An peshqadam Ustoz Safiyur Rahmanul Muborak Purninki shuncha tirishchanlik ko'rsatib yozgan bu kitobiga xizmat qilishga bizga yo'l qo'yish, bizga ruxsat qilish, bizga imkoniyat sharoitlarni bergan bu ustozga ko'p tashakkurlarni bildiramiz. Biz Allah Subhanahu va taolodan bizning shu ustozning biz haqida yaxshi gumonda bo'lishimizni tilaymiz. Allah bu ustoz orqali ummati islomiga ko'plab bir manfaat yetkazishini tilaymiz. Allah şu manfaat yetkazishning egisi ham shu manfaat yetkazishga qodir bo'lgan zotdir. Bütün alemlerinin Rabbi olan Allah'a köp hamdlar olsun. Neşr yaptım. Endi biz neşriyatning bu kitap haqida yozgan bag'ishlamasini oxirlashtirdik. Ikkinchidan, mushu ustozimiz Safiyur Rahmanul Muborak Purninki mushu kitap haqida mush kitap kirishdan burun mush kitobning yozilishi, mush kitobning maydonga kelishining oldi keyindagi bo'lgan bir qism voqealiklar haqida ustozning azroq bir kirish so'zlari bor ekan, biz mush kirish so'z haqida to'xtalamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bayna yadayil kitob. Nat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Kitobning oldingi ma'lumotlar. Alhamdulillahi robbil alamin. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد أفضل الرسول وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Aldı bilen alemlerinin Rabbi olan kudretlik Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala'ga köplep hamdlar olsun. Allah'ın bendesi, Allah'ın elçisi, peygamberlerin en evzeli, peygamberlerin en ahirsi olan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge, Cenab-ı Resulullah'ın ailesiga, Cenab-ı Resulullah'ın barlık sahabularına, kıyamet günü kadar Cenab-ı Resulullah'ın izleri bilen doğru yol tepmangan barlık mümin, Müslüman biraderlerge Allah'ın rahmeti, Allah'ın salamı olsun. Fahazal kitab huvellezi eshamtu bihi fi musabaqati siratin nebeviyye el-alemiye elleti nezametha rabitatul alemin islamiyyi ve a'lanet anaha akba evveli muhtemerin lissiratin nebeviyye ellezi akadethu devletu Pakistan fi şehri Rabi'il evvel. Mana mushu qo'lingizdagi mush kitob bo'lsa, İslam Dünya İttifaqı tashkillagan xalqaroliq Cenab-ı Resulullah'ın sirat musobaqasida bir kishilik assamni qo'shib kirgan kitob mana mush. Mana bu musobaqa haqida İslam Dünya İttifaqı Hijriya 1396 yil Rabiul Evvel ayda Pakistan devleti aşkan Resulullah'ın sirati haqqidagi tunji qatimliq qurultay yig'inining aqsidilan İslam Dünya İttifaqı bu musobaqa haqida e'lon qilgan edi. Allah Subhanahu va taolo bu kitobga
yazgan vaqtında ümit qilib bakmagan derecedeki bir qobulluqlarni taqdir qildi. Mana bu kitap musabaqada birinci derecedeki erişti. Bu kitapı xusus kişiler, umum kişiler nəhayət bu kitapı xoşal olup, kızgın bulup yüzlendi. وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ هَذَا الْكِتَابِ أَنِّي لَمْ أَطَّلِعْ على إعلان الرابطة عن المسابقة في وقته ولما أخبرت به بعد حين لم أمل إلى السام فيها بل رفضت هذا الاقتراح رفضا كليا إلا أن القدر ساقني إلى ذلك. Mana muş kitap hakkındaki sözlerin katarıdın öz vaxtıda musabaqa hakkındaki İslam Dünya İttifakının uqturuşudan xəbər tapanmağan edim. Ben bir vaqtdan keyin bu İslam Dünya İttifakının Resulullah'ın sirati haqqında uyuşturgan musabaqa haqqındaki ilandan xəbər berilgan vaqtımda ben bu musabaqanın özüge bir kişilik hesabını qo'shishni arzu qilmagan edim. Men bu musobaqa qatnashish uchun qo'yilgan barliq takliflarni rad qilib kelgan. Lekin taqdir meni o'sha musobaqaga qatnashishga surib keldi. Haydab keldi. وكان آخر موعد لتلق بحوث المسابقة واستقبالها عند الرابطة أول شهر محرم من العام القادم. Mana bu musobaqa tadqiqotlarini topshirib berish, İslam Dünya İttifakının bunu topshirib elish ki eng oxirgi vaqt kelar yilning Muharram ayının tasdiqi bo'ldi. Hijriya 1397-yili. Yani bu musobaqani e'lon qilib 9 oydan keyin bo'ldi. Mana shu uqtirishning o'zidan bir qancha oylar mendan zoya bo'lib ketgan, yo'q bo'lib ketgan edi. Qapqagan muddat mushning o'xshash kitobni tayyorlashga yetarlik emas edi. Lekin men bu musobaqa qatnashishga iroda bog'lagan vaqtimda Allah subhanahu va taolodan yordam talab qildim. Nayt astoydil bek tirishdim. Men bu kitobni bitirish, bu kitobni vaqtida avatish tamom bo'ldi. وكنت أعاني مع ضيق الوقت والاشتغال بأعمال أخرى. من vaqtning zichligi, boshqa xizmatlar bilan bo'lgan mashg'ulotlarim bilan manfaatlarning oz bo'lishi, bo'lgan narsaning hammasini ko'zdan kechirib tekshirishga bo'lgan iqtidorimning bo'lmasligidan qiynaldim. وكانت الدقة مطلوبة عندي بصفة خاصة مع تجنب الحشو والزوائد والإحاطة بالموضوع بقدر الإمكان. Mana bu inchiklik mendan talab qilingan edi, xusus sifat bilan. Behuda so'zlardan jiroq kechish, ortiqcha bo'lgan sözlerini, kelimelerini qetib qo'yishdan jiroq ketish bilan mendan inchiklik talab qilingan edi. İmkon qadar temini to'liq yuritish bo'ldi. To'liq yuritish talab qilingan edi. Men mushu bir qism kavak, bir qism bo'shliqlarni his qilgan o'rinlarni ko'zdan kechirdim, o'rinlarni o'tdim. Qo'shimchalarga ehtiyojlik edi. Shu vaqtning o'zida mening imkoniyatimda bo'lmagan bir qism qo'shimchalarga ehtiyojlik edi. İmkaniyatimda banasının hammasi
yazılıp boğan bu narsının emmesiga nisbatan tizlankim ve orijinallashtirish bo'ldi. Ondan keyin onu köpeytip taqtish, tekshirmasdan, ko'zdan kechirmasdan, tuzatmasdan onu ko'chirib taqtishni talab qilish bo'ldi. Vaqad baqiyat fin nafs. Ko'nglimda davomliq aşı kavakni, aş boşluğunu to'ldirishga, keyingi vaqtda bir qism qo'shimchalarni, ziyodaliklarni qo'shib qo'ygan qizg'inlik bo'lib keldi. Walakin madatil ayyamu val a'wamu va lam yuqaddar li salik. Kunlar, yillar o'tibadi, menga o nisb qilinmadi, taqdir qilinmadi. Hatta taqadamal ahdu va infallatiz zaman. Davrlar ilgarilab ketaverdi, ham bu tutqa. Yani bu kitap tuzish kirgizish, bu kitapning o'ziga qo'shimchalarni qo'shdikdak, o boshqurish tizginaklari qo'limdan chiqib ketdi. Va kuntu ahyanan athbitu fil kitabi ashya'a va rubama uqaddimu aw uakhiru aw udhifu aw a'dilu ashya'a. Men bazı vaqtida kitapga ma'lum bir narsalarni o'rinlashtirib qo'ydim. İhtimal ilgari qilib qo'ygandimi yoki keyin qo'yib qo'ygandimi, yoki qo'shib qo'ygandimi yoki ma'lum narsalarni tuzatgandimi. Mana o kitap o'rinlashtirib qo'ygan bir qism narsalar kitapni yozgan chog'da xiyolimga, ko'nglimga kelgan narsaning o'zi bo'lmasimi, lakinnaha muhimmatan ve mufidatan fi sirati inşallah. Lakinnaha muhimmatun ve mufidatun fi sirati inşallah. Lekin o inşallah siratta en faydalı ve muhimdir. Ve kezalike ittala'tu ala masadir kadimetin اغنتني الى حد كبير اما كنت احلت اليه من المراجع الحديثه فادخلت كل ذلك في هذه الطبعه بتوفيق الله. من şunun o'xshash konu manbalardan xabar topdim, konu manbalarni ko'rdim. Konu burun yozilgan bu manbalar meni zo'r darajada behojat qildi. Men havola qilgan yangi zamon manbalardanmi zo'r darajada meni behojat qildi. Men shuning hammasini mushu bosmizga Allohning tavfiqi bilan kirgizyapman. Vaqad kuntu arju ظهور بعض الملحوظات العلمية القيمة أستفيد بها في صلب بعض الموضوعات لكن الذي وصلني منها لا يمس الجوهر وإنما يمس بعض الأمور الجانبية التي لا تقدم ولا تؤخر. يضاف إلى ذلك أن معظمها خطأ واضح بل تخبط غريب لم يكن يرجى مثله من عامة الدارسين فضلا عن أصحاب التخصص. من bir qism qimmatli ilmi mulohizlarning maydonga kelishini, men onundan bir qism temalarning o'zida foydalang'idak bir qism qimmatli ilmiy mulohizlarning maydonga chiqishini umid qilgan edim. Lekin mana shu mulohizlardan bu qimmatli javhar qismiga yetmaydigan, ilgirimi qilinmaydigan, kiyimi qilinmaydigan bir taraflimilik bir qism ishlarga tegib qoladigan mulohizlar yetib keldi.
Mana şu muloyizlarning o'ziga shu qo'shiladi, o muloyizlarning ko'p qismi aniq ro'shan xatodir. Balki ajoyib bir qalaymiqondir. Men dahi bu kasbiy egilardan, mushu kasb egilaridan tugul, umumiy tadqiqotchilardan buning o'xshash muloyizlar kelib qoladi deb umid qilib boqmagan. Mana qo'shimchalarni, o'zgarishlarni o'z ichiga olgan bosmasi, inshaalloh ilgirki bosmalardan foydasi intayin ko'p, ham afzal bo'lgan bosmasidir. Mana bu bosmasi osh qo'shimchalar bilan, osh tuzatishlar bilan birdan-bir qonunliq bosmasidir. Bundan burun bu kitob İslam Dünya İttifakı tarafından bir qancha besilishda besib chiqarildi. Buni bir qism qarindoshlarimiz yozuvchining ruxsati bilan besib chiqadi. Yana taqa bir qism nashriyatchilar, taqatquchilar yozuvchining ruxsatisiz yozuvchiga bildirib qo'ymasdan bu kitobning nomidan foydalanib turib Muşu namıda faydalanıp kanunsuz besip taqatquchilar bo'ldi. 10 yil kanunsuz taqatdan basmalara bağlı. Tak ularning bir qismlaridagi jur'at shu darajaga yetib bordiki, tak bu kitobning besish huquqlarining hammasini o'ziga saqlab olgan. Allah ularni haqqi hidoyat qilsin. Bu ilm setim bo'lmaydigan, do'stlarning do'stligi foyda bermaydigan kun kelishdan burun haqlarni o'z ahliga yetkazishga Allah ularni muvaffaq qilsin. Allah subhanahu va taolo o'z maxluqlarining eng yaxshisi bo'lgan Muhammadur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e, Cenab-ı Resulullah'ın ailesiga, Cenab-ı Resulullah'ın barlıq sahabalarına Allah rahmet kılsın ve hatırcamlık bağışlasın. Mana bu mukaddime Hicriye 1915 yılı Rabiul Evvel ayının 18. günü yazıldı. Miladiye 1994 yılı 26. Ağustos'ta yazıldı. Yazgıcı Medine Münevver'deki İslam Üniversitesi'nin ustazı, okutkucusu Safiyur Rahman'ın mübarek bu. Bugünkü dersimiz müşahede ayaklaştı. Esselamu Aleyküm. Hürmetli qarindoshlar, ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.